Xo'p, assalomu alaykum aka-ukalar. Xudo xolasa Andijon Xo'jaboddagi tunikafon xizmatimizni sizlar bilan bitta ko'rib chiqamiz. Yo'qsa like tugmachasini bosib, uyga tunikafon qildirmoqchilarga albatta bu videoni jo'natib qo'ying. Xo'p. Xonadonimizni ko'cha tomonidan boshlasak, mana akalar. Xudo xolasa choksiz sliplar qo'yilgan hamda mana bu turbalar ikki tomondan tushirib berilgan. Endi darvozaxonamizga keladigan bo'lsak, darvozaxonamizni ham mana chetlariga gullardan qo'yib, ko'rib turgan holatinglarda xudo xolasa tunikafon qilib berganmiz akalar. Juda ham skromniy, chiroyli holatda xonadonimiz chiqqan akalar. Endi ichkariga kiramiz. Xo'p, ichkari shapkamiz ham akalar ko'rib turibsizlar, xudo xolasa pay holatda bo'lgan ekan. Xonadonimizning dizayniga bitta like bosib qo'yasizlar, sababi juda ham go'zal dizaynda bo'lgan ekan, o'ta ham plan bilan qilingan ekan. Xonadonimiz haqiqatda chiroyli holatda chiqqan ekan akalar. Mana juda ham go'zal. Bunaqa xonadon har bitta yaxshi niyat qilgan insonga mana shunaqa chiroyli xonadonlar nasib qilsin deb qolamiz akalar. Taylarda afishkalarni ham xudo xolasa qilib berganmiz, polning ikkala tomonini ham. Videomizni uyga tunikafon qildirmoqchi bo'lgan yaqinlarga albatta jo'natib qo'yinglar. Assalomu alaykum.